sir emas zamonamizning yangiliklari. Kompyuter zamoni, internet zamoni. Hayot shiddat bilan o'zgarib boryapti. Yangiliklar kashf bo'lyapti. 20-asrning kashf qilingan yangiliklaridandir. Bugungi kunda yer yuzida yashaydigan insoniyatning ko'p qismi hayotlari internet bilan bog'liq. Bu sir emas. Bunga bugungi kunimizda hamma mubtalo bo'lgan desak xato qilmaymiz. Bu masala shariatimiz ahkomlari sobit bo'lgan zamonlarda bo'lmagan. Hozirgi zamonning yangiliklaridir. Lekin shunga qaramasdan bu masalada ham o'ziga yarasha foydalari, zararlari borligi uchun manfaatlari va ta'sir ko'rsatuvchi zararlari borligi uchun ulamolar ijtihod qildilar. Shariatimizdagi ahkom umumiy qoidalardan bu masala uchun ham yetarli odoblarni, u odoblarga rioya qilishlik zarur ekanligini bayon etdilar. Bugun suhbatimizda ana shu internet, ijtimoiy tarmoq degan narsalardan foydalanishni odoblari to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Odoblarini bilgan odam foyda ko'radi. O'sha narsani o'zining foydasiga, bu dunyo va oxiratining foydasiga ishlata oladi. Odoblarga rioya qilmagan odam, odoblarni bilmagan odam undan ko'p zarar ko'rib qolishi mumkin. Bu dunyosi uchun ham, oxirati uchun ham. Ulamolarimiz bu narsani ilonga o'xshatdilar. Ilondan foydalansa ham bo'ladi. Lekin undan zarar ko'rish ham mumkin. Ilonning tabiatini bilgan inson, mohir inson, u bilan qanday muomala qilishligini yaxshi bilgan inson ilonni ushlab, uning zaharini oladi. Zaharidan tabobatda foydalanadi butun insoniyat. Lekin ilonning tabiatini bilmagan, unga qanday yondashishligini tushunmagan g'ofil inson ilonga tegib qo'yib, uning zahariga mubtalo bo'lib, uni ilon chaqib halok bo'ladi. Internet masalasi ham shu. Undan foydalangan odam foydalanadi, foydalanishlikni bilmagan odam zarar ko'rib qoladi. Misoli, ikkala tomoni kesadigan qilich. To'g'ri foydalanmasa, u qilichga mubtalo bo'ladi.